Jizzax viloyatida prezidentimiz tashabbusi bilan mahallaning jamiyatdagi nufuzi va rolini oshirish, mahallaboy ishlash tizimini kuchaytirish, mahalla fuqarolari yig'inlari mas'ullarining ish samaradorligi hamda mas'uliyatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan joriy etilgan mahalla yettiligi tizimi ana shu yo'nalishdagi ishlarni yanada yuqori bosqichga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Bunga birgina Sharof Rashidov tumani Qahramon mahalla fuqarolari yig'inida olib borilayotgan ishlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Bizning Qahramon mahallasida 2503 dan ziyod xonadonlar mavjud. Hozirgi kunda ushbu xonadonlarning 500 dan ziyodiga oilaviy tadbirkorlikni tashkil qildik. Biz 2022-yilda ish faoliyatimizni boshlaganimizda, xatlov qilganimizda ishsizlar soni, daromadi past xonadonlar soni ko'pchilik tashkil qilgan edi. Hozirgi kunda ushbu 500 dan ziyod xonadonlarni oilaviy tadbirkorlik qilish natijasida tomorqasidan yoki oilaviy birlashgan holatda boshqa tadbirkorliklar orqali daromadlari oshdi. Xonadonda oddiy issiqxonani tashkil qilish orqali unga yoki limon yoki ko'chatlar ekkandan keyin ularni sotish orqali daromad olsa bo'lishini o'zlari ko'zlari bilan ko'rgandan keyin fuqarolarimiz o'z-o'zidan harakatni boshlashdi. Hozirgi kunda 200 dan ortiq issiqxonalar mavjud. Mahallamizda drayveri ham asosan ko'chatchilik issiqxonaga tashkil qilingan. Shu sababli mana shu Jizzax shahri, qolaversa qo'shni tumanlarimizgacha bo'lgan manzillarga o'zi mahalla ko'chat yetkazib berish bilan shug'ullanyapti. Hozirgi kunda natijalarimiz yaxshi. Hozirgi kunda bizning mahallamizda xizmat ko'rsatish turlari ko'paydi, kengayib ketdi. Sababi ayollar va erkaklar sartaroshxonalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, savdo nuqtalari ko'paydi va tikuvchilik sexlari ham ancha-muncha oshib qoldi. Shu sababli mahallamizda hozirgi kunda fuqarolarimiz yashash tarzi o'zgardi. Xonadonlar o'zlari uchun yaxshi daromadga chiqishga harakatlari ko'paydi. Xizmat ko'rsatish turlari yoki ishlab chiqarishlar ko'paygandan so'ng ana shu ishsizlar o'zini o'zi band qilish orqali soni kamayishiga olib keldi. Bugungi kunda mahallada aholining barcha qatlami, jumladan kam ta'minlangan, o'zgalar ko'magiga muhtoj shaxslarga alohida e'tibor qaratilib, har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Bunda davlatimiz rahbarining 2024-yil kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori dasturlamali vazifani bajarmoqda. Masalan, Anora Bo'ron va 2 farzandi bilan turmush o'rtog'ining mavsumiy ishlardan topib kelgan daromadi hisobiga kun ko'rar edi. Yangi uy-joyga ko'chib kelgan yosh oila ro'zg'or tebratishga qiynalishdi. Shu sabab xonadon bekasi mahalliy yettiligi tomonidan ayollar daftariga kiritildi. Anoraxonning taklifiga ko'ra unga xonadondan bir sotiq issiqxona qurib berildi. Farzandlari uchun yaxshi sharoitni xohlagan va ro'zg'ordagi yetishmovchiliklardan zada bo'lgan Anora bor mehrini berib ishladi. 1 yilning o'zida 3 bor hosil olib, katta daromad oldi. Ro'zg'orga baraka kirdi. O'zini tiklab oldi. Joriy yilda unga ishonch bilan tuman hokimligi tomonidan qo'shimcha mahallada bo'sh turgan yana 8 sotiq yer maydoni ajratilib, issiqxona qurishga ko'mak berildi. Hozir bu yerda 50 dan oshiq anvoyi gullar yetishtirilyapti. Ijtimoiy daftarda turgan ayollarni ishlik qildi. Tez orada hayoti tubdan o'zgarib ketishini kutmagan Anora bugun turmushidan mamnun. Uchastkaga ko'chib chiqqan yilimiz 2 ta xona bilan chiqqanmizda. 2 ta xona qilib amallab chiqqanmiz, chunki qaynotamiz kuchlari yetguncha quringlar o'zlaring deb chiqqan edilar. Keyin xo'jayinim bilan mavsumiy ishchi edilar xo'jayinim. Keyin xo'jayinim bilan nima qilishimiz bilmadik. Daromad yo'q edi. Tuman hokimligiga, keyin mahallamizga o'tdimda, menga qanaqadir yordam beringlar deb borganimda, ular o'sha kredit, imtiyozli kreditlar borligini tushuntirib aytishdi. Shunda men teplitsa qilib beringlar dedimda, shunda ko'plar aytdi, qo'shnilarim, sen buni eplolmaysan, buni shamol uchirib ketadi, buni sen hozir olyapsan, lekin buni sen eplolmaysan, qurolmaysan ham, daromad ham qilolmaysan dedi. Shunda aytdim, tavakkal dedim, to'g'risi. Tavakkal. Qayerdandir pul kelish kerak, qayerdandir oila boqish kerak, xo'jayinim bilan keyin dadajonisi dedim, shu
teplitsani qila qolaylik, огородda yurganmiz, огород ishini qilaylik. Xo'p dedik, keyin imtiyozli kredit oldim. Shu imtiyozli kreditdan keyin hammasi boshlandi. Issiqxonani ichida hozir o'sha yanvardan boshlab ekin ekamiz. Yanvardan hozir ko'chat, gullar, hamma narsa ekdim. Yozga borib tugaydi. Undan keyin o'zi globus xrizantemamni ekaman. Uni kuzga borib sotib bo'lganimdan keyin qishga borib zeli ekaman. Ana bo'ldi, ana shu daromad bo'ladi-da. Bir yilda 3 marta. Qimirlasangiz hamma narsa bo'ladi. To'g'risida. Imkoniyatlar qanday? Imkoniyatlar, zo'r imkoniyatlar. Ming qadar shukr qilaman, lekin to'g'risini aytaymi, hozir bu yil menga rosa zo'r yil bo'ldi. Mana shu 2025-yil prezidentimiz farmonlari bilan yashil makon loyihasi ishlab chiqildi. O'sha yashil makonda shunda menga tuman hokimimiz, baraka topsinlar, viloyat hokimimiz, mana shu mahallamiz yettiligi hammasi kelib bo'sh turgan 8 sotixli yer bor edi. Ana shuni sizga bersak shuni eplaysizmi deganda qarab turibman. Eplayman deyapman. Shunasimi? Eplayman bo'ldi. O'sha ana shu yerda teplitsa quramiz, eplaymiz. Keyin qo'shnilar shamolda to'g'ri yo'lida betlar. Shamol uchirib ketadi bu yerda. Shamol uchirib ketadi. Sen buni dedi kuyasan dedi. Keyin yo'q dedim. Men buni eplayman dedim. Hozir o'sha yerdan teplitsa qurdik. Xudoga shukr, hozir o'zi sotishga chiqardik-da o'sha mahsulotlarimni. To'g'risini aytsam, hozir biz o'zi sotishga chiqarib, o'sha yana ekib, o'sha orqama keyin ekyapmiz. Hayolimda yo'q narsalar bo'lib ketdi. To'g'risini aytay, hayolimda yo'q edi. Bunaqa imkoniyatlar, lekin hozir baraka topsin prezidentimga mingdan ming rahmat aytaman. Oddiy ayolman, lekin to'g'risini aytay, oddiy ayolman. Shunchalik qadrlab, e'zozlab, lekin bunaqa davlatda to'g'risini aytsam, tug'ilib o'sganimga shukr qilaman. Mana shu issiqxonani orqasida uyimizga daromad kirdi. Ishchilarim bor, Xudoga shukr. 3 ta ishchim bor. Ularni ham shu oylik bilan ta'minlayapman. Mahalla yettiligi kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini o'rganib, ehtiyojmand oilalarni kambag'allikdan olib chiqish choralarini bosqichma-bosqich amalga oshirib kelyapti. Masalan, bugun salkam 70 yoshda qarshi olgan Sayyora opaning parrandachilik yo'nalishidagi istagi qo'llab-quvvatlanib, unga xonadonda parrandani ko'paytirish bo'yicha yordam ko'rsatildi. Hozir opa 100 bosh parrandaning qora shahzoda turidan ko'paytirib sotmoqda. Bundan tashqari ro'zg'orga bir kunda tuxumning o'zidan 100 ming so'm sof foyda kirib keladi. Tovuqlarning qora shahzoda turi kasallikka, issiq va sovuqqa chidamli bo'lgani uchun ham xaridorlari ko'p. Hozirda bir qator firmalardan buyurtmalar tushgan. Hadima 100 bosh parranda sotiladi. Bu esa oila daromadiga daromad qo'shadi. Ishning ko'zini biladigan opa hozirdan sotiladigan tovuqlarning o'rnini to'ldirish uchun uy sharoitida jo'jalarni ochirishga harakat qilyapti. Qolaversa, 5 sotixdagi mevali bog' ham bu yil shig'il hosilga kirdi. Mehnatiga yarasha daromad topayotgan opa taqdirdan mamnun. 4 yil oldin 2 ta xo'roz, 14 ta tavuqmidi, 16 ta tavuqmidi? Qarang, o'sha narsa kuzga kelib 100 ta bo'ldi. 116 ta bo'ldi, ukajon. Ana shunday ko'payib turib, boya mana uchastkalar qura boshladik. Haqiqatda 100 tasiga 5 ta, 6 ta klientga chiqaverdi. Keyin sotib yana yo'qligim kelmadi-da, qaraverdim. Keyin bu qizlarimizga bordimda, balajonlarim dompon olay, bir menga ozroqgina 5 millionmi kredit bervaringlar, setka-metka olib uychalarini qilib olaysam baraka topkirlar. Shunday berishdimi? Uyini, joylarini qildik. Mana hozirgacha ham mana jo'ja ochaman degani jo'ja ochyapti. Yaqinda 100 ta sotildi mana uyda remonti bilan. Yana mana tavuqlar o'ynab yuribdi. Hozir 100 ta bor. Tuxumlarim bo'ladigan bo'lsa, cho'ljonimni aylanib ketay. Men aytaman, avvalam aytganman buni. Cho'ljon, bu meni biznesim. Ana shuni shunday sotingda menga tiyinigacha olib kelib bering deb. Endi hazil qilasiz, chunki qiladigan ishingizda tiyiningiz ham o'rni bo'ladi. Keyin bo'ldi, kampirjon deyiladi, har doim cho'ljonimni olib kelib beradilar, 100 ming olib kelib beradilar. Har kuni. Yeyish ichishdan tashqari, qo'ni-qo'shnidan tashqari pensioner bo'ladigan bo'lsam, o'shanday mazza qilaman-da. Bir xil aytadi, shu tavuqni shuncha maqtadim, men paloncha pul topaman dedi. Mayli, topishsin, Alloh barakatini bersin. Gap shu yerda, to'g'rimi ukajon? Lekin mana shu oddiy tavuqingizdan ham baraka qilishingiz mumkin, oddiy chorvangizdan ham baraka qilishingiz mumkin-da. Chunki bu meni hayotimda isbotlangan narsa. Bitta shu narsa bilan kifoyalanib qolmayman-da, masalan, dalalarga narsalar ekaman. Masalan, 2 ta 3 ta erkak yigitchalarni, qizlarni ishlataman. Undan daromad topishim mumkin. Mana bog'ingiz ham yaxshi ekan. Nimalar bor bog'ingizda? Bog'imda hamma narsa, ko'sildondan tortib nashvatiyu, shaftoli, o'risgilosu, chuchuq olmayu, anjir shaftoli. Masalan, mana shaftoli bo'ladigan bo'lsa, yaltiroq anjir shaftoli. O'rigacha hamma narsa bor, 100 ta daraxtim bor, o'g'lim. Undan ham daromad. Undan ham daromad.
qimmat. Masalan, bultir kelinim cho'lim bilan boradi, shunday ko'tara sotadi-da, menga 400 ming, 500 ming olib kelib beradi. Balajonim, men senga 50 ming, men senga 100 ming balajonim. Sen menga dasturlik qilding deyman. U ham xursand bo'ladi. Hamma daromadi, hamma mehnati, hamma baxt saodati o'zini qo'lida, hovlida. Men o'shani sezibman-da. Bu meni hayotiy tajribam. Pensiyaga chiqdimda o'tirmayman, o'tirishni o'zim xohlamayman. Chunki chunonam o'tiramiz, o'g'lim. Chunonam yotib qolamiz. Mahallada xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ular uchun yaxshi sharoitlar yaratishga asosiy e'tibor qaratilganini, kundan kunga hududda bandlik masalasiga yechim topilayotgani ham isbotlab turibdi. Mahalla drayveri bo'lgan issiqxona tashkil etish orqali 50% dan oshiq ayollar bandligi ta'minlandi. Dastavval bundan 5 yil oldin hududda bor yo'g'i 20 ta issiqxona tashkil etilgan bo'lsa, bugun ular soni 200 dan oshdi. Ularda ayollar ham mehnat qilib, jamiyatga o'z hissalarini qo'shmoqda. Bundan tashqari hududda kichik ishlab chiqarish sexlari ishga tushirilib, ularda ham asosan yoshlar va ayollar mehnat qilyapti. Masalan, Feruza Norpo'latovaning oilaviy korxonasida 30 nafar ayol ishlaydi. Bolalar kiyim-kechaklarni ishlab chiqarayotgan ushbu sex mahalla ayollari uchun juda qulay. Ba'zi yosh bolali onalar tikuv ishlarini o'z uyida davom ettirishi mumkin. Tikilayotgan 50 dan oshiq mavsumiy liboslar sifat jihatidan ham, dizayn jihatidan ham aslo brend mahsulotlaridan qolishmaydi. Bozorda yaxshi narxlarga sotilayotgan bu kiyim-kechaklardan tushgan daromad ishchilarning maoshlarini o'z vaqtida olishlariga hamda ishchi kuchini oshirishga xizmat qilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 143-sonli farmoni, ya'ni kambag'allikdan farovonlik sari dasturi samarasi o'laroq mahallamizda juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Keyingi 2-3 yilni nazarda tutadigan bo'lsak, 300 dan oshiq tadbirkorlik rivojlangan mahallamizda va mana shu tadbirkorlar orasida ayollar sonini ko'payayotgani quvonarli hol albatta. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun biz har bitta ayolni tadbirkorlik sohasida o'qityapmiz, ya'ni tadbirkorlik qanday qilib kredit olish mumkin, qanday qilib ishni boshlash mumkin, qanday ishni tashkil qiladi va mahsulotni sotishgacha bo'lgan jarayonni biz o'sha tadbirkorlik markazlarida o'qityapmiz. Va tikuvchilik sexlarimiz bor mahallamizda. 20 dan oshiq sexlarimiz bor. Mana eng katta tikuvchilik sexlarimizda 30 dan ziyod ayollarimiz ish bilan ta'minlangan. Kichkina tikuvchilik sexlarimizda 5-6 nafargacha ayollarimiz ish bilan ta'minlangan. Bundan tashqari gulchilik sohasi yaxshi rivojlangan. Mana shu nechta gulchilik bo'lsa, hammasida ayollarimiz mehnat qilishadi va ish bilan band bo'lishyapti. Bundan tashqari mahallamiz drayveri limonchilikka ixtisoslashgan. Limonchilik yaxshi rivojlangan. Yaqinda 2000 ga yaqin limon ko'chatlarini shu fuqarolarimizga, tadbirkorlarimizga tarqatdik va har biri o'sha o'zini sohasi bo'yicha limonchilikni rivojlantirmoqda. Mahallamizda 4665 nafar ayol bor. 2023-yilda 72 nafar ayolni ishsiz deb e'tirof etilib, ayollar daftariga kiritdim va har birini ish bilan ta'minladim. Ya'ni imtiyozli kredit berish orqali, vaqtinchalik jamoat ishlariga joylashtirish orqali yoki o'zini o'zi band qilish orqali ayollarni ish bilan ta'minladik. 2025-yilga esa 96 ta nafar ayolni ishsiz deb e'tirof etdik, ya'ni xatlov qilish jarayonida va bugungi kunda shuncha ayollarimizga imtiyozli kredit yoki subsidiya berish orqali yoki o'zini o'zi band qilish orqali, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ularni ish bilan band qilish ko'zda tutilgan. Ayni paytda mahallada tomorqachilar, tikuvchilar, tadbirkorlar qatori hunarmandlar ham talaygina. Qahramon mahallasida ayniqsa mebel ishlab chiqarish bo'yicha katta tajribaga ega hunarmandlar bor. Masalan, Abdurahmonovlar oilasi mana 10 yildirki shu soha bilan shug'ullanib keladi. Oilaviy korxonada 10 kishi ish bilan band. Dastlab barcha ishlar qo'l mehnatida bajarilgan bo'lsa, mana 4 yildirki imtiyozli kreditdan so'ng ishchilar mebelchilikning har bir nozik jarayonlarini zamonaviy uskunalarda amalga oshirib kelyapti. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning turi va sifati oshdi. Aka-ukalar daromadi oshib, ro'zg'or butlandi. Mahallada qo'li gul ustalar nomini oldi. Hozir tayyor bo'layotgan mahsulotlar peshma-pesh bozorlarga chiqarilib sotilyapti. Birinchi shift boshlangan paytimizda ro'za buyumlarini ishlab chiqarardik. O'xloq, taxta, shunga o'xshagan narsalar chiqarardik. Endi mana asosda aka-ukalar kelishgan holda korxonamizni kengaytirdik. Mana har xil stanoklar olib kelyapmiz. Uymakorlik ishlar qilyapmiz. Kuxonda mebellar qilyapmiz, mebellar, divan, karavotlar yasayapmiz. Tayyorlar o'zi ancha kengayib qoldi. Har xil stanoklar oldik. Divanlarga akamizda bir 10-15 xil
bitta turli narsalarni chiqaryapti shu orqacha mana. Bundan keyin yana ko'paytirmoqchimiz. Daromad qanday bo'lyapti? Daromadlar ham o'zi yaxshi. Ishchilarimiz ham oldin bir 2-3 hozir 10 taga yaqinlashdi ishchilarimiz. Yani oyligi shu hammasiga yetib daromadlarimiz yaxshi Xudoga shukr. Mahallada yoshlar tarbiyasi va ularning kelajagiga befarq odamning o'zi yo'q. Yaqinda mahalla markazidan 2 qavatli yangi zamonaviy kutubxona va o'quv markazi tashkil etildi. Keng va yorug' kutubxonada milliy va jahon adabiyoti yozuvchilarining asarlari o'rin olgan. Bundan tashqari bitta o'quv xonasi to'liq org-texnika vositalari bilan ta'minlangan bo'lib, o'quvchilar ba'zi asarlarni elektron variantini topish, yuklab olish yoki shu yerning o'zida o'qishi mumkin. Mahallaning 500 ga yaqin yoshlari kutubxonaning doimiy a'zosi. Qolaversa, shu yerning o'zida xorijiy tillarni o'qitish kursi ham tashkil etilgan bo'lib, ular orasidan ijtimoiy daftarlarda turgan oilalar farzandlari va yoshlar daftariga ro'yxatga olingan yigit-qizlarni kelgusida xorijga yuborish ustida ham ish olib borilyapti. Qahramon mahallasida yoshlar kutubxonasi o'tgan yili 2024-yil may oyida qurib topshirildi. Bugungi kunda yoshlar kutubxonasida 1000 ga yaqin, 200 dan ortiq 1000 ga yaqin adabiyotlarimiz bor. Ulardan foydalanish uchun mahallani yoshi qarisi doimiy obunachilarga egamiz. Kelib o'sha shu yerda o'qib yo bo'lmasa qo'lga olib ketadigan yoshlarimiz, yosh kattalarimiz bor. Undan tashqari bu yoshlar kutubxonasida bir nechta fanlardan o'quv kurslari tashkil etilgan, jumladan ona tili, ingliz tili, huquq, tarix va nemis tili kurslari yoshlarimiz uchun o'rgatib kelinmoqda. Bizga yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz joiz. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan o'sha yoshlarimiz uchun nemis tili kurslari bepul o'rgatilmoqda. Yaqin kunlarda mana tashkil qilganimizga 7 oydan oshib qolgan bo'lsa, nemis tilini yaqin kunlarda sertifikat uchun topshiradi ular. Ta'kidlab o'tish joiz bo'lgani, nemis tili kurslarimiz bepul tarzda o'tilayotgan nemis tili kurslarimizda sertifikat olgan yoshlar keyinchalik o'zini qiziqishdan kelib chiqqan holatda Germaniyaga o'qishga xohlasa ish uchun borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xullas, mahallada yurtboshimiz tashabbusi bilan boshlangan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'z samarasini berib, ehtiyojmand oilalar ijtimoiy ahvolining yaxshilanishiga sabab bo'lmoqda.